Assalomu alaykum. Usta G'ulombo o'z kanali kuzatuvchilari. Maniki bizni tovuq katagimiz bitib qoldi. Bu hozir yerga qo'yiladigan fasonda yasaldi. Xohlovchilarga tagiga setka qo'yib ham yo bir baloncha desa baloncha qo'yib ham yasashimiz mumkin. Ustilari pinoblok, issiq sovuq o'tkazmaydigan. Üstü tunuka. Eshiklari xohlasa endi hozir bu biz eshiklarini tunukadan qilib yasadik. Xohlovchilarga obli setkadan ham qilib yasab berishimiz mumkin. Buni bo'yi 1.40, u tomoni 1.30, u kulon tomoni tak 3 metrga 1.30 kattaligi 30 ta tovuq bemalol boqsa bo'ladi. Buni ichida hozir bemalol ko'tarib 4 kishi ko'chirishlaringiz ham mumkin. Buni hozir don beradigan joylari bemalol hech narsa nima qilmaydi. Ochiladi, yopiladi. Bemalol ochib, donni solib yopishlaringiz mumkin. Qo'nog'i endi hozir tuxumdon bilan suv idishini qo'ysak, ko'rib turganlaringizdek yengilgina zamonaviy tovuq katagimiz tayyor. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa mana shunday zakaz beraverasizlar. Shunday tovuq kataklardan. Usta G'ulombo hamisha zakazga qarab tayyor.